Marketda sotuvda Tesla Model 3. Oldi ko'rinishi, yonma ko'rinishi, orqa ko'rinishi. Salonni oldi qismi, salonni orqa qismi, oldi konsol. To'liq ma'lumot beradigan bo'lsam, long range varianti, ikkita motorli, 4 sekundda 100 ga chiqadi. Taxminan 560-580 kilometrlarni bosib o'tadigan variant. Shuni ichkarisiga kirib o'tiradigan bo'lsangiz, Tesla'ning asosiy fishkasi bu minimalizm. Bironta knopka hech qayerda yo'q, ruli. Polni panoramli lyuk. Orqa sidinalar mejdusida ham hech qanaqa bordyur bo'lmaydi. Sidinasiga alohida e'tibor berasiz, juda yumshoq ko'jadan ishlangan oppoqqina salon. Havoni o'zimizning mashinalarga o'xshab anaqa o'tirmaysiz, shundoq. Mana mametdagi narsani shu yerda o'zidan boshqarib qo'ya qolasiz. Bagajni qaraylik, kengligini. Bagajni tagida yana bitta alohida bagaj ham bor. Bu kapot tagida o'zi ko'pincha ot kuchi yotardi, bu yerda esa shunaqa bo'shliq bor. Sig'magan narsangizni bemalol qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bagaj bardachog'ini ham cheres ekran ochasiz. Hayratda qoldirishda davom etyapti, mana buni qarang. Orqaga kiryapti, oldiga chiqyapti, tepaga, pastga, hattoki shular ham cheres ekran boshqariladi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan haqiqiy minimalizmni bu mashinaning quroli bo'ladi. Okey, to'g'risini aytaman, men o'zi xasbomda katta bo'lganman. Men buni probegini qattiq ko'rishim, topa olmadim, 2 soat keladim. Biladiganlar bo'lsa, iltimos kommentariyada yozib yuboringlar. Mashinaning aerodinamikasi juda ham yuqori darajada ko'rib turganingizdek, shamol kesishga polni moslashgan. Bu mashinamizni biz ham robaha, ya'ni mijozimiz o'zlari topgan mashinalarni biz barakalashib, ular uchun olib berdik. Hop, bu mashinamizning tan narxi $22,000 va boshlanish to'lovi 50% tashkil qiladi. Agar sizga ham xuddi shunaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri markabga qarab murojaat qilaverasiz. Markab har doim sizlar bilan.